Chiroyli qizimiz barchini kelganlar. Mana bu shirin bolajonlari. Rosa uxlab yotuvdi. Majburlab urib turtib uyg'otdik. Jinsini ko'rsatmay, faqat uxlash bilan shug'ullandi avvaliga. Shu uchun uyg'otishga to'g'ri keldi. Bolajonimiz birinchi farzandimiz. Xudo xolasa bugun 12 haftaga to'libmiz va oyisiga jinsini podarka sovg'a qilib beramiz. Qarang. Buning ichida bolangiz uchun birinchi sovg'asi, hayotidagi birinchi sovg'asi bo'ladi. Ko'k rangdagi sovg'a chiqsa, unda o'g'il bola. Qizil rangdagi sovg'a chiqsa, qiz bola. Shu podarkani o'z opasidan olib ketasiz va berasiz unga, qarasho. Tak, kimni xohlaymiz o'zi? Xudo xohlasa. Birinchisiga farqi yo'q, ha? Yaxshi. Bismillah deb oching. Asosiysi sog'lom. Tak. Qani? Mana yigitchamiz bo'ladi, xudo xolasa. Alpomishda yigit tug'adilar, xudo xolasa. Tabriklayman.